Hozirgi kunda bizni doktor Arslonov klinikasida qon qo'yiq suyuqligini tekshirish uchun koagulogramma degan spektrdan foydalaniladi. Ularga eng asosiylari HTV, protrombinovi indeks hamda MNO kiradi. HTV analizi bu ko'proq geparin olayotgan bemorlarimizda qo'llaniladi. Normada 21-39 sekund bo'ladi. 39 sekunddan ko'payib ketadigan bo'lsa, qon suyuqligini, undan kamayib ketsa, qonni qo'yiqligini bildiradi. MNO tekshiruvimiz Международный нормализация отношения deyiladi. Bu bemorlar ko'proq antikoagulantlar bilan. Mana hozirgi paytda ko'p bemorlarimiz operatsiya bo'lgan bemorlarimiz bor. Laboratoriyadan foydalaniladi. Mana bu klapan qo'ydirgan bemorlar, stent qo'ydirgan bemorlarimiz bor. Bularga MNO tekshiruvi o'tkaziladi. Normada 0,5 единицаdan 2,5 единицagacha bo'ladi. Antikoagulant ichayotgan bemorlar, dori ichayotgan tabletka ichayotgan bemorlarda 2,5-3 единицаga bo'lishi ta'minlanadi. Hamda protrombinov indeks degan tekshiruvimiz bor. Bu normada 79-120% deb nomlanadi normasi. PTI'ni asosiy belgisi, agar PTI qancha miqdori past chiqsa, ya'ni masalan 70% dan past chiqadigan bo'lsa, bemorda qonni qo'yiqlashganini bildiradi. Bu hozirgi kunda mana shu 3 ta ko'rsatkich eng zamonaviy qon qo'yiq suyini aniqlovchi omillardan biri hisoblanadi. Mana shu tekshiruvlardan o'tishlaring mumkin.